Alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlarim, aziz dindoshlarim, sog' omonmisizlar? Mana biz o'sha dunyodagi eng dollarlardan ham, dur javohirlardan ham qimmat bo'lgan ulkan boylikni sizlarga ilinib kelyapmiz. Mana shu akamiz mana biz oldimizga kelganda o'tganda syomkalarni ham oldik. Bu insonni sahrlari bor edi. Sahrlari deyarli o'zi bo'ldi. Tamom. Tanadan chiqib ketdi desa bo'ladimi akajon, xudo xolasa? 5,5 dan umuman oshgan ham yo'q, tushgan ham yo'q siz bo'ladi. Tushsa tushyapti, lekin 5,5 dan oshmayapti. Yo'qolib ketdi. Keyin oldimizga mana hoji onam keldiki, endi kelyaptiki, endi dedi akam aytdi, hoji akam aytdi. Shu hoji onani ham davolamasak bo'lmaydi dedi. Bir joyda o'tirib qoldilar dedi. Hattoki ishga ham chiqmay qo'ydi dedi. Shu hoji onani davolamasak bo'lmaydi, Jahongir Mirzo dedi. Hoji onaga ham bo'ldi dedim, gap yo'q, lechiniyani qilib beraman dedim. Ne ko'zlar bilan qarayki, hoji onani endi o'zidan eshitasizlar, xudosi nima bo'lganlarini. Hoji ona assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Mana o'tgan safar kelganingizda hoji ona ahvolingiz to'g'risicha og'riq desam ham bo'lardi. Ancha ranglaringiz o'chib ham qolganda, hozir mana ko'rib turibman, nurli bo'lib oldimda o'tiribsiz. Mana hoji akamni tuzatdik, endi bu yoq sizga navbat keldi. Qanaqa bo'ldingiz mana hoji ona? Menda o'sha kuni ikkita tomografiya bilan kelganman. Bo'ynimda 3 ta grija, belimda 3 ta grija. Siz juda ham odamlaringiz ko'p ekan. Shogirdingizga iltimos qildim. O'g'lim, manaqa joyda men o'tira olmayman. Bo'ynimda ko'p olib nima qilaman, oyoqlarim uvushib hozir men yura olmay qolsam, 50 ichida hijolat bo'lib qolmayin. Siz meni yozib bering o'g'lim dedim. Berdilar, tezda chiqib ketay dedim. Mana hozir ertalab kelgan bo'lsam, storingizda 2 soat o'tirdim. Bu yerda o'tirdim. Men o'tirsam oyog'im yo'q bo'lib bo'lardi. Jum paypaqlarda yurardim. Issiqda sezmas edim. Mana hozir yupqa paypaqlar kiryapman. Mashallah. Oyoqlarim issiqlarda, qo'llarim, bo'ynimda baklashka qo'yib yotaman. Yostiqda yotsam, miyam og'rir edi. Mana hozir mana shu bir haftadan men sizga kelishga yaqinlashgan so'ng o'zimni sinadim. Stollarda o'tirib ko'ryapman. Mashallah. Oyoqlarim uvishib qaraxt bo'lmayapti. Mashallah. Yostiqda yotib ko'ryapman. Boshlarimdagi qattiq og'riqlar yo'q. Qarang. O'zim shunaqangi hozir batta so'rida ataylab yana o'tirib ko'rdimki, ko'proq o'tiraychi qattiq joyda. Qana bo'lar ekan. Qana bo'lar ekan. Agar o'zgarishim bo'lsa kirib aytaman dedim. O'ng oyog'imda, buni chap oyog'imda operatsiyaga yozib berishgan. Bunda grija, pastimdagi grija 17-7. Operatsiya qilmasa iloji yo'q, yura olmay bir joyda qolasiz ketasiz. Endi o'sha yana sizga o'xshagan bitta ukam shunaqangi sharoitlar qilib bergan, turnirlar qilib bergan, shunaqa qilib operatsiya qildirmaganman. Qildirmaganimga xursandman. Uni bittasiga tegsa u bomba ekan, 6 tasi portlaydi deyishdi bittalari. Yaxshi ham tegmaganim. Agar balkim Allohdan bu sizni sababchi qo'yib xo'jayinimiz sababchi qilib qo'ydi. Mana mendan baxtli inson yo'q. Nevaram bilan hozir yana birga savdolarga chiqyapman. Mashallah. Qarashyapman. Mana 10-kuni yana bitta nevaramni to'yi. Mashallah. Mana bemalol yuraman to'ylarda qilib qarang. O'sha siz aytgandek davralarda o'ynasin onamga, mendan baxtli ona yo'q. Mashallah. O'ynaverasiz xudo xolasa. Birinchi o'rinda sizni boshiga hammani yurtni duo qilamiz. Inshaalloh, inshaalloh. Ko'pni duosi ko'l. Albatta, albatta. Baytlar sizga shunaqangi chiroyli bo'lsin. Rahmat, rahmat. Hamma bemorlar bizga o'xshab kelib qalbi yayrab ketsin. Shifo topsin. Amin. Shifo topsin. Beruvchi ham o'zi, sababchi ham o'zi ko'rsatib qo'ysa. To'g'ri. Ko'pdan ko'p qulluqlar qilaman. Rahmatlar aytaman. Yayrab yashnang shu yerlarda, hammalaring baraka topinglar. Rahmat. Ventilyatorda ham hammani duolarini olinglar. Allohim mehribon, bundan-da rahmdil, bundan-da yaxshilarni bizga yo'liqtirib qo'ysin. Onajon, hozir mana o'sha kuni men bir hafta oldin aytdilar, bular o'sha bo'ldi, bozorga chiqib ketib qoldi. Yaxshi bo'lib ketdi, hoji onangiz dedilar. Men eshitib hayron qoldim. Hayajonlaring yanimda ter bosib ketdi. Yo'q, o'shancha mana hozir hoji ona, xudo xolasa mana zo'r bo'lish shifoni topibsiz. Endi mana shu bergan narsalarim mana shular sizniki, xudo xolasa. Bular sizni sovg'angiz onajonim. Xudo xolasa mana shu sovg'alar, mana sizga bergan narsalarim, simolayu, mana bu shot sharbatlarimiz va mana ko'knor mo'ylarimiz. Mana ular sizlarga beryapman. Onajonim, shular sizni sovg'angiz, xudo xolasa. Bu shifo topganingiz uchun mendan. Endi xudo xolasa bitta chiroyli haqqimga duo qilinglar. Endi xudo xolasa hojona ilohomiy. Yurtni nazaridan qoldirmasin. Amin. Bu yangi barpo qilgan joylaringiz obod bo'lsin. Amin, amin. Shatlar farishtalarga makon bo'lsin. Hamisha Allohning nazdida, nazarida bo'lsin. Bu bergan hadiyalaringiz o'zini halolidan, g'oyibidan, kutmagan joyingizdan to'ldirib qo'ysin. Boshigan bilan hamisha farzandlarimga do'r qursin. Hammalar duo qilib yotishdi. Alloh yarla qolsin. O'zidan o'zgaga hech qachon bizni ham, sizni ham muhtoj qilib qo'ymasin. Robbani
أتمم لنا نور لنا واغفر آمين. لنا آمين. إنك على كل شيء آمين. قدير. آمين. Allohu akbar. Hamisha Mana Allohga boringizga qilingan shukr. duolarimiz Allohim cheksiz senga ham Amin. sanolar bo'lsin. Amin. Janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambarimizga durud, salovat va salomlarimiz Amin. bo'lsin. Allohim mana chiroyli duolar qiluvdi, dargohingda qabul qilib ijobatlar Ilohim, qilibsan. Allohim buni ko'rib, ne mo'jizalarni ko'rib senga qancha Albatta. hamdar etsa ham kam. Parvardigori olam shu onamizni, mana shu otamizni tanasida dardi qolmasin butunlay. Amin. Ilohim tanijonlar sog' bo'lib shu 100 yoshlarga kirib hoj aytam bilan Amin. shu farzandlaringizni, nabiralaringizni, chevaralaringizni, evaralarni Ilohim. ko'rib ilohim shular Amin. baxt kamollarni ko'rib yashaylar. Yanagi shu oylarga ilohim salomatli holatlarda ko'rish Ilohim, o'raylik va masjidga amin. kelgan barcha bemorlarim Allohim komil shifolar topib, Ilohim. Allohim yana senga hamdlar aytib o'tirishimizni Allohu nasib etgin. akbar. Endi azobunachilarim Sizdan bilasizlar. ko'p Rahmat, sog' rahmat. bo'ling. Endi hojona men hali Boringizga va'da berib shukr. qo'ydimda ko'pchilikka bilasiz. Shifo topgan men nimami bemorimni Xudo xolasa mana shu sababini qilib shifo topganlarni o'ynatib beraman deganman. Endi onajon mana shu davralarda o'ynasin onamga ikkalamiz o'yinga tushib beramiz Xudo xolasa. Bo'ptimi onajonim? Ha. Baxtu davlat boshimdagi Ha. toj kuy alanga. Ha, onajon. Baxtu davlat boshimdagi toj kuy alanga. Farishtadik yayil quloch. Davralardagi o'ynasin onam. Ha. Farishtadik yayib quloch. Davralardagi o'ynasin onam. Ha. Bolam debam O'ynarsi doyi, orzularim yoqdi samoyi. Bolam diyon, o'ynarsi doyi, orzul. Rahmat, bo'ladi. Bo'ladi onajonim. Rahmat. Xudoga shukr. Juda ham xursand bo'ldim onajonim. O'g'illarim o'rniga o'g'il bo'ldi. Rahmat. Boringizga shukr onam. Sog' bo'ling. Mana ko'rib turibsizlar azizlarim. Shunaqangi o'ynatamiz biz Rahmat. insonlarni. Ko'rib turibsizlar mana. Bag'rim to'ldi. Onajonim o'ynaganda birorta nuqsonni ko'rdilaringmi? Ko'rmadilar endi. Uncha artistlar o'ynolmaydi. O'ynolmaydi, ancha-muncha artistlar ham. Siz sabab chiqib Rahmat, ketdi-da. onajon, men juda ham xursand Rahmat, bo'ldim. rahmat. Ko'rib turibsizlar azizlarim, biz faqat bundan buyog'iga nima qilamiz? Shifo topgan onajonlarimizni hammasini chiroyli qilib o'ynatamiz, mashq qilib mana. Bularni boriga shukr. Hammalaring kelib yayrab ketinglar. Rahmat. Dardlaringga Alloh shifo bersin. O'g'limi Rahmat. sabab chiqib qo'yibdi. Rahmat. O'g'limi tarbiya qilgan ota-onalarni ham. Rahmat. Allohim hamisha Rahmat. duolarga boy qilsin. Rahmat. Ilohim, Sog' azizlarim bo'lsinlar. bizni kuzatishda davom etinglar. Hojonalar, shuni bilib olinglar, ko'ryapsizlar. Endi bundan keyin shifo topganlaringmi? Faqat mana shu davralarda o'ynasa onamga tushib berasizlar. Tushundilaringmi? Rahmat. Mani bemorlarim kim? Mani bemorlarim mana shunaqangi hoji onalar. Yoshlar juda ham kam. Men chunki bularni nimasiga chiqyapman? Duosiga. Rahmat. Duosiga. Bizni boyligimiz Alloh rozi bular. bo'lsin. Bularni qadriga yetaylik. Bu onajonlarimiz bizni haqiqiy oltinimiz, haqiqiy Rahmat. boyligimiz. Shularni duosi bizni qilingan haqqimizga qilingan duolari doimo ijobat. Shuning Amin. uchun bularni Amin. doimo asrab yurish kerak. Rahmat. Men mana shu narsani mana qasd qilganman deydi-ku. O'zim o'rganib Ahd qilganman, ketdi, Xudo ahd xolasa qilganman. onajonim mana shunchalik Rahmat. shifolar topib, farzandlaringiz baxtiga ilohim sog' yuring. Men mana shu maqsadim bor. Xalqqa boshim yerga egilguncha xizmat qilaman. Avvalo shu mana shu hojona hojotalarimga. Ilohim, Salomat amin. bo'linglar, Biz bizni kuzatishda duodamiz davom etinglar. hamisha Rahmat. Bundan-da Amin, amin onajon. Mana shu yordamchilaringizga ham rahmat. Rahmat. Hop, sovg'alarni nima qilinglar? Mana paketlab ochinglar. Mana onajon, mana ular endi sizniki, Xudo xolasa. Rahmat. Hoji akam bilan mana shularni iste'molini qilib, Barakallah. inshaalloh sog' salomat yuringlar. Mana Xudo Hoji xolasa. akangizga yana ko'chada mehmonlar qarab turibdi, ochitga Ha, yozib bo'ldi. qo'ygan, billa olib kelganlar. Ha, ularni mayli keladi, ko'ramiz Xudo xolasa. Yashattalar, olib kelishgan Ha, billa. Bo'ldi, ko'rib Ha, olamiz ularni ham, qarab Xudo turishibdi. xolasa. Sog' bo'linglar. Mana Rahmat qarab katta.